Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Qo'qon shahrida joylashgan Barkamol avlod futbol klubiga tashrif buyurganmiz. Nima sababdan desalaring, qurilganiga 2 yil bo'lgan ushbu binomizni devor qismlari 100% Bertus Group tomonidan ishlab chiqarilgan sendvich panellarda qurib bitkazilgan. Ranglarini mijozimizning talablaridan kelib chiqib, oqqa oq va mokriga oq qilib ishlab chiqarib berganmiz. Bilasizlar, bizda o'zlaringizning talablaringdan kelib chiqib, ranglarini zakaz qilsalaring bo'ladi. Oldi orqa taraflarini ham boshqacha qilib chiqarib bera olamiz. Xo'p, undan tashqari nimaga sendvich panel tanlashgan ushbu mijozlarimiz? Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Termiz vazifasini yaxshi bajaradi. Parametrlarga keladigan bo'lsak, 10 sm qalinlikdagi 14 plotnostli penoplast mahsulotidan tayyorlangan sendvich panellar ishlab chiqarib berganmiz. Kimga mana shunday sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bersalaring bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinda mana shunday stadion yoki sport zallar qurmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying.